Hop, endi keyingi ko'radigan narsamiz bu adresimizda qanday qilib ishchilarga qo'shimcha pul, mukofot hisoblaymiz. Buning uchun yana зарплата kadr bo'lib kerak bo'ladi. Bu yerdan endi назначение плановых начислений bo'limiga kiramiz. Hop, sozlat. Sana qaysi sanada qo'shib beryapmiz? Qo'shib berish to'g'risida qaror chiqardik. 10.03 misol uchun. Hop, начисление. Biz premiya qo'shib beramiz. Mana premiya по итогам работы. Qachondan qachongacha? 10.03. Data qanchalar? 1 oy beramiz. 10.03. Keyin yo'q bermaymiz. Hop, qaysi ishchiga beryapmiz? Misol mana bu rahbarga berayotgan bo'lsak, razmer necha pul beryapmiz premiya? Misol uchun 2 million so'm premiya beryapmiz ishchiga. Hop, провести закрытие bosamiz. Bo'ldi. Endi har doimgidek oylik hisoblaydigan bo'lsam, tabir qilib заполнить. Hop, keyin начисление. Заполнить. Va mana Boburni oyligi 5 million so'm edi. Necha ochib ko'radigan bo'lsak, hop, mana 5 million so'm oylik va 2 million so'm premiya hisoblanyapti o'sha ishchiga. Ruslanbekning oyligi o'sha 4,5 million, shuni oladi. Premiya olmaydi. Провести закрытие bosamiz. Endi отчетga qaraydigan bo'lsak, mana oltmish tonimizda 9,5 million chiqishi kerak edi o'zi. 5 million plus 4,5 million. 2 million premiya berganimiz uchun 11,5 million bo'lyapti. Hop, 94 onimizda bitta ishchini, 4,5 millionlik ishchini xarajati, 94 yigramizda 5 millionlik ishchini premiyasi bilan birga xarajati. Premiyadan daromad soliq ham, ijtimoiy soliq ham va INPS ham hisoblanadi. Esimizdan chiqarmaylik.